Betonkadan 1 kilometr uzoqlikda joylashgan shunaqangi chiroyli sabzavot sitiga kelganmiz. Bu yerda отдельный как городок qurib qo'yishgan ekan. 7 sotuvli 350 kvadratdan iborat uchastkamizdan hozir kirib ko'rsatamiz. Naqdga ham xohlasanglar barter qilsanglar bo'ladi, kvartira yoki mashinaga. Endi uyimizga marhamat. Hovlimizni ichiga ham kirib oldik. Shunaqangi G-образный qilib juda ham katta qilib qo'yishgan ekan. Zeleniy zonalari ham tayyor ekan. Orqamizda bo'lsa ikkita mashinali avtostoyankamiz bor. Letniy kuxnya bilan sanuzeldan iborat ekan. Endi uy ichiga kirib ko'ramiz. Bu yerda bo'lsa hovlimiz joylashgan, juda ham chiroyli, kattagina qilib qo'yishgan ekan. Birinchi bo'lib zalimiz joylashgan. Yonida bo'lsa alohida oshxonamizni vashe chiroyli mebellar qo'yilgan ekan. Родительский spalniyimiz ham birinchi etajda bor ekan. Yonida sanuzel, pastda bo'lsa yaxlitxonadan podvol qilingan, bitta kotelniy va bitta отдельный xona ham qilib qo'yishgan ekan. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajda o'zining shunaqa chiroyli balkoni bor ekan, vidga gap bo'lishi mumkin emas. 4 ta spalni, 2 ta sanuzelimiz joylashgan. Narxini bo'lsa 295 ming deyishyapti. Shoshilib qolinglar, bunaqa narxda uchastkalar topish juda ham qiyin.